Assalomu alaykum, hurmatli mahalla faollari, tadbirkorlar, fuqarolar. Bugun mana muhtaram prezidentimizni 2024-yil 20 dekabrda o'tkazilgan yig'ilishlarda shu banklarda ustuvor vazifa sifatida mana tajribalarimizni xabarlash uchun Sayxonobod, Uychi, Zagdor, Islom tajribalar, shu tajribalar asosida 3 tajribalarimiz, ya'niki bunda banklar har bitta o'sha aholi murojaatlari, tadbirkorlar, fuqarolarni pastga tushirib, ya'ni o'sha mahallalarda borib, uchrashuvlar o'tkazib, ularning qiynayotgan muammolar, hal qilayotgan ishlar yoki takliflar nimalarni o'rganib, o'z nuqtai nazaridan bankga tegishli soha bo'ladigan bo'lsa, bankirlar o'zi ichish doirasini ko'radi. Agar tadbirkorlar va fuqarolarni boshqa turdagi masalalar hokimliklar bilan qanaqadir yoki kadastrlar bilan kommunal sohalarda ham agar muammolar bo'lsa, ularni yozib olib, biz tegishli tartibda hozir mana bankda uchrashuvlar platformasi ishga qo'yilgan. Bunda o'sha sizlar bilan bo'layotgan uchrashuvlarimizga yo'ritib borib, undagi sizlarning muammolaringizni olib, to'g'ridan-to'g'ri platformaga kiritamizda hamda tegishliligi bo'yicha jo'natamiz. O'sha hokimlik bo'ladigan bo'lsa, hokimlik bilan o'tadigan yoki qanaqadir o'sha tadbirkorlarga, fuqarolarga faoliyatlarni kengaytirish uchun yoki alohida bir faoliyat yuritishlar uchun litsenziya, guvohnoma olish kerak.